3. babımızınki 7. dersida biz izhar cümlelerinki işletilishga texmi cho'nqirilib kirayli. Biz oldingi soat darsda biz 3 xil uslubdagi izhar cümlesidan tanishib o'tgandik. 3 xil uslubdagi. Endi biz izhar cümlelerini işletgan vaqtimizda bu PHP kodiniki hozir ichiga yozilgan bo'lgach ijro qilinib chiqmaydi. Masalan, men buni saqlab ijro qilsam chiqmaydi. Hamda agar biz buni aklab, masalan, mana ismni chiqarish deganni men mana kesib ilib oldim, aklab buni bodyning to'piga chapib o'tdim. Endi buni bir saqlab o'tgandan keyin bir ijro qilib o'tay. Ijro qilsam, bu antiga qilaydigan bo'lsa, PHP'niki nasl usullarini antiga qilsam, ismni chiqarish deb chiqib qoldi. Endi nima uchun chiqib qoldi deganda, bu PHP'niki izhor jumlasida bu to'g'ri, ammo buning yozilgan o'rni xato. Nimishqa deganda, biz PHP'niki tilniki kodlarni, ya'ni PHP tilidan foydalanadigan shu kodlarni biz har doim PHP'niki jumlasiniki boshlanish va oxirlash ishiga qo'yganimizning hammani mulozimdir. Mana PHP'niki kodi ekan deb tushunadi. Buning bir sirti yozib qo'ysak biz buni bu HTML kod ekan deb tushundida, shundan buni ijro qilib bat yuziga chiqardi. Biz bu PHP tilg'o deb lakinda xolgan jumlani ilib sirti yozib qo'ysak, u munosabatimiz HTML ekan deb to'naydi. Bizlar doimo PHP kodlarni PHP'ning boshlang'ich belgisi bilan PHP'ning oxirlash belgisiga qo'yamiz. Hatto shu bizningki izohat jumlalarimiz bu shunday bo'ladi. Izohat jumlalarimiz bundan mustasno emas. Biz izohat jumlalarni har doim yozgan vaqtimizda dal shu PHP'ningki boshlanishi bilan oxirlashadigan kodlarning keyniga yoki oldiga keyin bo'lsin mayli, shu yerga biz ulab o'tsak bo'ladi. Buni mana o'xshash PHP info bu PHP tilniki nashrni usullarini chiqarish jumlasi. Biz bu PHP tilniki izohat jumlasini aklab HTML tilining izohat jumlasining o'rniga dastamansak, bu mumkin emas. Chunki HTML o'z oldiga bir til, mustaqil bo'lgan bir til. Uning o'z oldiga izohat jumlasi bor. U faqat o'zinglargina izohat jumlasini taniydi, boshqa tillardagi izohat jumlasini tanimaydi. Başkalarının izohat cümlesine tanımaydı. Şuna biz yazgan vaqtimizda shuni alohida diqqat qilishimiz kerak. Bu birisi. Ikkinchi birisi izohat jumlalarda. Yana izohat jumlalarda bizningki PHP'niki oxirlash ma'balik bo'lsa, bo'lmaydi. Nimish bo'lmaydi deganda, shundoq ijro qilib kelibdim, biyak ushqishqa ahvolida, bo'ldi PHP kod oxirlashibdi deblam tushunda, oxirdagisi PHP kod emas ekan deblam ijro qilmaydi. Yoki xatolik uchur chiqadi. Masalan, hozir buni PHP kod boshlandi, PHP kodi oxirlashdi deblam buni mishiyat oxirlash degan gap. Men oxirida ana bu PHP kod emas deb tushundam lozimdir. Şunlaşqa xatolik chiqdi. Biz xatolik chiqmagan taqdirdami, biz yetmoqchi bo'lgan nishonga yetamaymiz. Bu ikki xil ahvol. Biz har doim shu jumlani yozgan vaqtimizda diqqat qilib tekishlik bo'lgan ikki xil ahvol. Buniki birisi biz boya deb aytib ketgandek, har doim izohat jumlalari PHP kodining ichida bo'lishi kerak. PHP kodining ichida bo'lishi kerak. İkincisi olsa izohat jumlalarının içinde bizningki PHP'niki oxirlash. Chunki mushbalik bo'lib qolsa, boya aytgandek, oxirlash deb tushunib qoldi, oxirisini ijro qilib qoldi, ishdan chatoq chiqdi o chaqda. Balkim xatolik chiqmasligi mumkin, lekin chiqmaganda biz yetmoqchi bo'lgan nishonga yetamaymiz-da. Shu
izohat jumlasining ishlatilishida biz alayda diqqat qilib o'tish tegishli bo'lgan mazmundan ikkisi shu. Bu ikki mazmunda inkomba esinglar qolsin. Bir qator mashq qilib chiqib, sizlar qani sirtib tashlab qo'yinglar. Sirtib tashlab qo'ysanglar, biz boya deganga o'xshash chiqamdi, shuni bir kuzatib o'tib qo'yinglar. Bu ikki mazmun biz cho'qim bilish tegishli bo'lgan ismimizda chin saqlamsak bo'lmaydigan mazmun. Bizningki 3-chi babimizningki, yana izohat jumlasiningki ishlatilishi izohat jumlasining izohat jumlasining usulini so'zlashimiz mushat oxirlashda bizning 7 soatlik darsimiz mushundan tugida. Dersimiz yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Dars so'zigacha berat tursin. PHP o'rganish chunki top nomerimiz 193983 259. PHP ni o'rganishni xohlaydigan do'stlarningki chunki topimiz qitilishini qizg'in qarshi olamiz. Dars yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Xayr xo'sh. Biz oldingi soatda o'zgaruvchi miqdorlarni belgilash, turg'ish jihatda biz so'zlab o'tgan. Bu soatlik darsimizda o'zgaruvchi miqdorlarningki tipi to'g'riliq to'xtalaylar. O'zgaruvchi miqdorlarning tipi mundaq ayrıladi. Ya'ni o'zgaruvchi miqdorningki ta'sirlash doirasini biz belgilaymiz odatda. Masalan, hozir men shu o'zgaruvchi miqdor A deganni belgiladim. O'zgaruvchi miqdor A anda bizning o'sha butun bir bet rol o'ynamdi. Yoki bo'lmasa biz bir turaj qurdik. Masalan, bu turaj deganda mundaq PHP-lik betlardan hatto kim bo'lgan az bo'lganda birisi bo'lmasa 10-15 20-30 bo'lsa o'zgarish miqdorini men bir qitim belgilab qo'ysam shu betlardan rol o'ynamdi. Buningki ta'sir doirasi qanchalik bo'ldi degan shu nuqta sifatida hozir shu darsimizda shuni o'ylashimiz. O'zgarish miqdorini bir turg'izgandan keyin butun shu tur ichida yoki bir betni qilsak 10-15 betda rol o'ynamdi o'ynamamdi degan aniqlik turda. Ya'ni shu soatda bizning o'ylashimiz shu bo'ladi. O'zgarish miqdorini odatda bundaq 3 turga bo'linadi. Yani birinchisi bo'lsa odatdagi, ya'ni qisman doiralik o'zgarish miqdori desak bo'ladi. Qisman doiralik o'zgarish miqdori. Qisman doiralik o'zgarish miqdori. Bu qisman doiralik o'zgarish miqdori ba'zida funksiya shaklidan qilinadi. Shu funksiyani ishiga qarata ham rol o'ynaydi. Hozir men mayaga masalan o'zgarish miqdori adab turg'izib, bu shu bir butun bir PHP programmasi boshlandi, oxirlashdi. Shu boshlanib oxirlashgich bo'lgan, ya'ni shu aniqlangandan tortib, shu PHP jumlasi oxirlashgan qadar rol o'ynaydi. Shu boshlangandan tortib oxirlashgan qadar rol o'ynaydi. Masalan, B desam, B buni 4-5 qurdan boshlab 9-qurgacha o'zining ta'sir ko'rsatish darsi shu bo'ladi. Shu bo'ladi. Yana bu bunda qisman doiralik o'zgarish miqdori deb ataladi. Ikkinchisi bo'lsa ham butun doiralik o'zgarish miqdori. Butun doiradagi o'zgarish miqdori bo'lsa, butun betda, ya'ni navbatdagi shu bir betda, ya'ni shu bizning miqdor chekit PHP degan shu betda rol o'ynaydi. Buni biz odatda global degan shu ochqichliq so'z bilan aniqlaymiz yoki belgilaymiz. Masalan, global o'zgarish miqdor s deganimiz tang bo'lsin. Bir deb men bunday aniqlab qo'ygan bo'lsam, shu bizning aniqlagan o'zgarish miqdor s deganimiz butun bizning shu bir bitimizda, ya'ni miqdor chekit PHP degan bir butun bitimizda rol o'ynaydi. Ya'ni ta'sir ko'rsatish darsi bir butun bet bo'ladi. Hamda men shu bir bet bilan o'zgarish miqdoridan birini turg'izib qo'yib, mening butun shu masalan indeks bo'lsin, mayli miqdor bo'lsin, mayli va yoki boshqalar bo'lsin, butun shu o'zimning bir tur o'lchamining ichida rol o'ynasin desak, u chog'da butun doiralik, ya'ni o'zgarish miqdori holatda global o'zgarish miqdori shu orqali, ya'ni shu global degan ochqichliq so'z orqali biz aniqlab chiqamiz. Uningga biz o'zgarish miqdor B C deb lakanda birini turg'izib, uningdan keyin o'zgarish miqdoriga
biz qimmat bir sharqliq lakinda uni ishlatib bo'ldi. Uni ishlatib bo'ldi. Bu har doimo xalqning qimmatini bilsak bo'ldi. Har doimo bu biz endi mushu o'zgarish miqdorini boshqa batlardan ziyorat qilib ko'rsak bo'ldi. Endi mushu soat faqat va faqat sizlarning mushuni bilib qo'yishinglarni ham eskartaman. Faqat mushundaq bir bakenda bilib qo'yishinglarni ham eskartaman. To'rtinchisi bo'lsa, ya'ni tinch aqlik o'zgarish miqdori deb ataymiz. Buni statik deydigan mushundaq bir ochiq so'z bilan ifodalaymiz. Bu bo'lsa, ya'ni o'zgarish miqdor programma ijro qilinib, ishga saqlag'ishdan chiqayotgandan keyinmi, olib chiqayotgandan keyinmi, o'ziniki qiymatini saqlab qolaydigan o'zgarish miqdorlarini biz o'sha statik orqali ifodalaymiz. Bu masalan bir torbatniki bir miqdorni bir so'g'izib, shu torbakatga kirib chiqqan odamlarning sonini ifodalashdan shu statikni qo'llanib turib miqdor o'zgarish miqdorini belgilaydigan ekan. Masalan, men kirdim, men birinchi bo'lib kirgan bo'lsam, meniki kirganlar ikkinchi bo'ldi. Shu chog'larda shu statik degan miqdorni biz belgilash orqali torbatniki kirib chiqqan odamlarning sonini belgilagan vaqtimizda statik degan oshkor so'zni ishlatamiz. Demakchilik o'zgarish miqdoriniki ta'sir ko'rsatish darajasida belgilashda mana shundaq to'rt xil o'zgarish miqdori bor deb mushuni bilib olsak bo'ldi biz. Hozircha bilib bilan bilsanglar bo'ldi. Keyin biz funksiya o'tgan vaqtida funksiya qismida tutilib turib, nuqtali qilib turib so'zlaymiz. Hozir faqat o'zgarish miqdori chiqqan bo'lg'achqilar men ma'ni so'zlab qo'ydim. Ma'ni hozir sizlarning bilishinglarni ham shundaq bir o'zgarish miqdoriniki ga ayrılib, onaki ta'sir ko'rsatish darajasininki o'xshamaslik asosida to'rtga bo'linganligini biz mushunlar qisman doirada egallab qo'ysanglar bo'ldi. Keyin biz funksiyada kelgan vaqtimizda buni to'xtalib birdan quloqni tatib chiqib aniq qilib so'zlaymiz. Endi demakchilik, ikki soatlik darsimizda biz o'zgaruvchi miqdor bilan tanishib chiqdik. Oningki birinchi soatimizda o'zgaruvchi miqdorini belgilash, uni qanday belgilaydi ekanmiz, qaysi belgi bilan boshlanadi ekan, qanday qiymat berdi ekanmiz, mushlarni so'zladik. Ikkinchi soatlik darsimizda biz o'zgarish miqdoriniki ta'sir qilish doirasini, shuni asosan biz uniki ya'ni 4 turga bo'linganligini o'rganib chiqdik. Mush 4 tur faqat sizlar o'zgarish miqdoriniki ta'sir doirasiniki o'xshamaydiganligini, albatta o'zgarish miqdorining birini belgilab qo'ysak, boshqa batda yana uni ishlatkib bo'lamdi yo'qmi? Mush masala qarta bir ozroq tushunchga ega bo'lib sonlangan bo'ldi. Bizniki 2 soatlik darsimiz mush o'zgarish miqdori bilan bo'ldi. O'zgarish miqdor to'g'risidagi hukm, tushunchalar mush soatlik darsimiz bilan oxirlashdi. Kelasi soatdan boshlab biz turaliq miqdor bilan tanishamiz. 2 soatlik darsimiz orqali o'zgarish miqdor bilan tanishib chiqib bo'ldik. Biz kelasi soatlik darsimizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Biz oldingi soatlik darslarda o'zgarish miqdor bilan tanishib o'tgandik. Mushu soatlik darsimizda biz turaliq miqdor bilan tanishib o'taylik. Ya'ni turaliq miqdor. Biz oldingi soatdagi o'rgangan bilimimizga asosan turaliq miqdor jihat to'xtalganda turaliq miqdor ismidan chiqib turdi. Qimmatda turaliq bo'lgan, ya'ni o'zgarmay turadigan miqdorni biz turaliq miqdor deb ataymiz. Bu bir qitim mishada turg'izilib qo'yildi, aman mushu bir programma boshlanib oxirlashgich bo'lgan holatda uni biz qayta qimmatlasak programmamizda xatolik chiqadi. Chunki turaliq miqdorning qiymati faqat bir bo'ldi. Bir deb turg'izgandan keyin o'zgartirish bo'lmaydi. Buni belgilashnikka asosan turaliq miqdorni qanday belgilaymiz deganda, turaliq miqdorni belgilaydigan asosiy ochiqlik so'z define. Ondan keyin turaliq miqdorninki ismi. Turaliq miqdorning ismiga men masalan men deb yozib, uning ikkinchisi bo'lsa turaliq miqdorninki qiymatda. O'zimning ismimni yozib qo'yay. Sizlar qanday qilsanglar bo'ladi. Ammo birinchisi bo'lsa yana mushu turaliq miqdorninki ismi. Turaliq miqdorning ismi. Ikkinchisi bo'lsa turaliq miqdorning qiymati. Shundaq ifodalanganligi uningki define degan mushu bir ochiqlik so'z orqali belgilanganligini
bilsanglar bo'ldi. Define degansizlar har doimo bir tal turaliq miqdorni ifodalab kelibdi deb tushunsak bo'ldi. Hamda turaliq miqdor bo'lsa, shu programma ijro bo'linish jarayonida bir qitim belgilab qo'ygandan keyin ikkinchi qitim qiymati o'zgarishga bo'lmaydigan, qiymati o'zgartirib kelsa xatolik chiqadigan o'sha miqdorni biz turaliq miqdor deb ifodalaymiz. Hozir men turaliq miqdorini birini ifodaladim. Ama buni yani eco cümlesi arqılıq, yani bizden PHP'deki çıkırış cümlemiz arqılıq çıkırıp bakay. Eco bir yerde bolsa, yani ben turaliq miqdor men degende tatip etdim, işletdim. Bir bütün cümle aslında ahirleştirsem buldu. Ahirleşkan bağaçka men bir PHP cümlesini bir PHP programmasını ahirleş belgisi koyup demekçilik mana bu bir turaliq miqdorini belgilab, turaliq miqdorini ishlatish jarayoni. Men buni saqlab ijro qilib o'tay. Bu yerga men degan chiqib qopti. Buni biz tanishib ishlatgandan keyin qanday xatolik chiqdi biz yuqori qarab o'taylik. Bu yerga biz buni ma'lumot yozaylik. Hamda parat tursin degan holatda. Bayoqqa ma'vu men deganda biz ma'vu ikki chekit, yani üstündeki ikki chekitninki üstüne qo'yaqda buni biz harf belgilar tizig'i deb to'nib qopti. Hozir bo'lsa bu hamda harf belgi tizig'i emas, balki bir turaliq miqdor deb chiqarib berdi. Bu belgilar vaqtda sizlar bu shuniki mana shunday belgilasanglar bo'ldi. Hamda turaliq miqdorniki nimaga foydasi bor yoki ahamiyati bor deganda, hamda turaliq miqdor hukmiga kelganda biz matematikada o'rgangan pi, ya'ni chambarniki aylanmasındaki topilgan. Buni men eco cümlesi bilan chiqarib bakay. Qimmat nima chiqadi ekan? Qimmat nima chiqadi ekan? Buni bir saqlab o'tdim. Undan keyin ijro qilay. Qimmat nima chiqadi ekan? 314 15 314 15 92 65 359. Yani shunday bir turaliq miqdor, yani pi deganimiz chambarniki aylanması topilgan bir PHP o'z ta'minlagan turaliq miqdor. Balkim biz buni shunday yuzlagan vaqtida 3 oydek shunday uzun bo'lgan turaliq miqdorini yoki shunday miqdorlarni biz qiymati o'zgarmaydigan shunday uzun yozishga absiz bo'lgan mayli sonlar bo'lsin yoki harf belgilar bo'lsin, shularni biz o'zgarish miqdori orqali turg'izib, undan keyin tatbiqlar bilan ishlatish bir qadar qulay. Shundan chiqib biz shunday turaliq miqdor hukmi borliq kelgan. Endi bu yerda men o'zim turaliq miqdorini birini turg'izdim. Sistem tanlab bergan turaliq miqdorlardan masalan pi, yana chamberninki aylanmasligini topadigan. Undan boshqa yana PHP'ninki nashrni chiqarib beradigan. Yani PHP'ninki nashrni chiqarib beradigan PHP version. PHP asling'sizaq version. Birinchisi shu version. Shunday deydigan. Shunday deydigan PHP o'z ta'minlab bergan. Turaliq miqdorlar bor. Biz buni tartiblab ishlasak ham kifoya, boshqa alohida ish talab qilinmaydi. Yani PHP version undan hozirgi PHP widgetninki saqlangan mundarisi, masalan buningga fayl. Yani ondan boshqa shu PHP o'z tili ta'minlab bergan turaliq miqdorlarni jiq. Masalan pi deymiz, PHP version deymiz, file deymiz, yana kursani chiqaradigan line deymiz, bir qadar jiq. Biz turaliq miqdor ustida shunchalik so'zlaylik, chunki mana bek so'z desak mundarcha boshqa qo'sh holatlarga o'tib ketadiganmiz.
bir turaliq miqdorni turg'izish jarayoni define degan ochquchli so'z orqali turaliq miqdorni turg'izamiz. Bu define degan ochquchli so'zda odatda ikki ya'ni parametr bo'ldi. Birinchisi turaliq miqdorning ismi, ikkinchisi bo'lsa turaliq miqdorniki qimmati. Shunday orqali ifodalaydi ekanmiz. Ifodalab bo'lgandan keyin uni shunday qattiqlikka ishlasak bo'ldi. Ammo biz faqat belgilaganlar shunday ustidagi qo'shishlar orqali belgilaydi ekanmiz. Ammo tartiblaganda shunday bir vositadan tartib ishlatsanlar bo'ldi. Buni mana bu turaliq miqdorni turg'izish va ishlatish jarayoni bo'ldi. Turaliq miqdorni sistem ta'minlagan turaliq miqdorni ikkiga ayiraylik. Birisi o'zimiz belgilagan turaliq miqdor. O'zimiz belgilagan turaliq miqdor. Ikkinchisi bo'lsa sistemni ta'minlagan. Sistemni PHP'niki ikki qismida o'zi ta'min etib qo'ygan sistem turaliq miqdori. Sistem turaliq miqdori. Hamda turaliq miqdorlarniki qiymati bir qitim qo'yilgandan keyin ikkinchi qitim o'zgarish bo'lmaydi. Masalan, birinchi qitimda men degan bir turaliq miqdorni belgiladim. Buningga men o'zimning qimmatiga o'zimning ismimni yozib bergandim. Buni chiqargan. Buni yana bir qadar saqlab o'tay. Buni men chiqargan hatta. Buni men chiqargan. Bu yerda Farhod Tursun deb men o'zimning ismimni chiqdi. Buni men chiqargan. Endi kelib men shu men degan shu turaliq miqdoriga boshqa qiymat berib qo'ysam, bu xato chiqib bo'ldi, lekin biz uni bir saqlab o'tib ijro qilib boqay. Ijro qilganda mana shundoq xatolik chiqdi. 4 chiqdi. Online 4. Ammo bu yerda error degan xatolik Paris error deb chiqdi har doim xatolik chiqishni. Lekin eng oxiri qilaymiz faqat online qurda degan ma'nosi va oxiri qilsak 4 deb. Har doim biz xatolik chiqqan vaqtida shunday qilamiz. Bo'ldi bu bir şey Paris error xatolik degan ma'noda. Oxiri bo'lsa online qur degan ma'noda kendi san qilsak nechinchi qurda xatolik chiqqanligini ko'rsatdi. Ya'ni 4-chi qurda xatolik chiqibdi. Biz qiladigan bo'lsak shu 4-chi qurda biz dastlabda bir men degan turaliq miqdorining birini turg'izib qo'yib, uning qiymat bergan edik. Bu turaliq miqdorining qiymati bir programma shu turaliq miqdor turg'izilgandan tortib shu PHP programmasi oxiriga bo'lg'usiga qadar buning qiymatida o'zgarish yuz bersa xatolik kelib chiqadi. Shu so'zlik darsimiz orqali biz turaliq miqdorini belgilashni o'rgandik. Turaliq miqdorga turaliq miqdorniki qiymatining o'zgarish bo'lmaydiganligini o'rgandik. Turaliq miqdor o'zimiz belgilagan turaliq miqdori bilan sistema o'z avtomatik ta'minlab bergan turaliq miqdoridan bir ikki xilga ayrilgan. Shuni tushunib bilan qolsak bo'ldi. Darsimiz tushunish mazmunida bo'ladi-da, o'zinglar shunday turaliq miqdordan turg'izib chiqirib ko'rib qo'yinglar. Andan turaliq miqdor o'zgarishi bo'lamdiki, yo'qmi? Sizlarga menga o'xshash bir turaliq miqdorni turg'izib chiqirib bo'lgandan keyin turaliq miqdoriga bir qiymat berib, uni chiqirib berish yoki qiymat berib bir ijro qilib qo'yinglar. Qanday xatolik sodir bo'ldi ekan. Mush soatlik darsimiz yana bizniki turaliq miqdor bilan to'lishimiz shunchalik bo'lsa, biz oldingi va mush soatlik darslarimizda PHP'dagi miqdor hukmi bilan tanishib o'tdik. Ya'ni o'zgarish miqdori bilan turaliq miqdor haqida tanishib o'tdik. Bundan keyingi miqdor haqidagi hukmlar endi so'zlanmaydi. Miqdorlarniki yana o'zgarish miqdorlarniki ta'sir qilish rayonini doirasini biz funksiya so'ziga vaqtida so'zlab qolamiz. Undan boshqa miqdorga oid mazmunlar keyingi darslarimizda so'zlanmaydi. Savol bo'lsa to'pga chiqib to'pni so'ranglar. Shu soatlik darsimiz shu yerda oxirlashdi. Xayr xo'sh. Bu soatlik darsimiz PHP tilininki sonliq ma'lumotlar tipi. Oldingi soatlarimizda biz PHP'dagi miqdorlar haqida to'xtalib o'tgan. Bu soatimizning o'zida PHP tilininki sonliq ma'lumotlar tipi bilan tanishib chiqaylik. PHP tilida jami 8 xil sonliq ma'lumot tipi bor. Ular butun son tipliq, kasr son tipliq, logik tipliq, harf belgi tiziq tipliq, sonlar gruppasi tipliq, obyekt tipliq, manba tipliq, quruq qiymat tipliq. Bu 8 xil tipniki
o'ziga xos alaylik va o'ziniki o'z elish doirasi va 8 xil tipniki. Biz shu 8 xil tipdan shu 3-chi babimizda aniq to'xtalganlar to'g'risida biz aniq to'xtalamiz. Masalan, string, ya'ni harf bilan tiplar, array, sonlar grup tiplar. Mush ikkisida biz ikkisida shu 3-chi babimizda odatda ishlam tanishib chiqamiz. Bu ikki yani harf bilan tiziq bilan sonlar gruppasi bu ikkisiga biz ayrim har biriga bir babni o'rlashtirib maxsus tanishib chiqamiz. Chunki har qanday bir tilda torbat tuzashda harf belgini, harf belgi tiziqni bir taraf qilish va bu muhim bo'lgach biz buni ayrim qilamiz. Ammo sonlar gruppasi buni ayrim qilib ikkisini bir bab, ikki bab qilib turib ayrim so'zlaymiz. Ammo 3-chi babimizda bundan odatgacha tanishib chiqamiz. Hamda tipimizning birinchi tipi yana integer, butun son tiplaq. Bu butun sonlar ko'rsatda, ya'ni 5, 6, 7, 8 degandek mandaq yaqin musbat bo'lsin, musbat, manfiy bo'lsin, manfiy. Bu butun son tipliqni ko'rsatadi. Hamda float, ya'ni bu float kasr son tipliqni ko'rsatadi. Kasr son tipliq deganda yirim, masalan 3 yirim, 4 yirim degandekda yirim kelgan yoki parcha impurat sonlarni biz odatda shu floatni ishlatib turib tuzaymiz. Ammo bu tipliq yani logik tipliq deb ataldi, bu tipliq desak bo'ldi. Bu tipliqda rost va yolg'ondan iborat ikki xil qiymat va biz bundan ayrim to'xtalamiz. Ammo harf belgilar tiziqi array ikkisida bo'lsa ayrimdan bir bab qilib turib so'zlaymiz. Shunga ustidagi turlarda sizlar shu hozircha bilmasak bo'lmag'idek darajada deb diqqat e'tiboringizni qo'zg'ab turib o'rgansanglar. Endi men aslidagi 3 turda object tiplaq. Object tiplaq bu obyektni so'zlaganda biz asosan so'zlaymiz object tiplaq deb. Hozir musulmon tanishib o'tib ketsak bo'ldi. Aniq tushunchani biz shu obyekt qo'zlangan qismida obyekt tipni jalla qilib turib so'zlaymiz. Hozircha bir aniq to'xtalmaymiz, ammo obyekt qo'zlangan vaqtida, ya'ni obyekt hosil bo'lgan vaqtida shu obyektning obyekt tipliq ekanligini aniq tushunasanglar bo'ldi. Hamda resource bu manba tipliq bo'lsa, ya'ni biz sondan ma'lum bir jadvalni tartib ishlatgan vaqtimizda natijada to'plama chiqib qolgan vaqtda natijalar to'plamining o'zi manba tipliq bo'ladi. Biz resource manba deganimi biz sondan so'zlagan vaqtida shuni birlashtirib so'zlaymiz. Hozir shunday bir tipning borligini bilib olsak bo'ldi. 0 bu quruq tipliq. Bir o'zgarish miqdorini biz aniqladik. Masalan, o'zgarish miqdori adab aniqlik, ammo uni qimmat bermagan vaqtida uniki aldigan uning tipi bo'lsa, shu quruq qimmat tipliq, ya'ni 0 bo'ladi. Biz yuqorqi 8 tipliq bilan shu 3-chi babimizda birma-bir turib, tig'ma-tig' turib yuz ko'rishimiz, tushunamiz. Bundaqda mushlatlik darsimizning o'zi birinchi tipliq, ya'ni integer, butun son tipliq. Ma'no ekan integer deb ham o'qinglar, butun son tipliq deb. Biz alfa satrimda mana qartda xat yozgan yoki men bilan ayrim ko'rishganlar bo'linglar. Hozirga qadar mana PHP demay PHP deydiganlar bilib qoldinglar. Ammo ikki bab dars o'rganib bo'ldik. Ma 3-chi babi ama PHP deb aniq shuni qilib atsanglar. Buningdikini PHP deb atmanglar mana. Biz o'rganayotganimiz PHP emas, ammo mishad aniq ta'kidlab qo'yay. Men o'qilishi PHP, buningdikini shu ba'da tushunib saqlab olsanglar. Ammo men o'rganganlarmi biz uqmay qollar shu si quduq yoki xanzucha sijing deydi, ammo buni rasmiy o'rganganimning o'zi C# deydi. Xanzularmi o'zimiz C# deydi, inglizlarmi o'zi C# deydi. Bizmi o'qib C# deymiz ular o'xshash. Buni uqmaganlar sijing deb, si quduq deb bunda ataydi, ammo rasmiy o'rganganlar C# deydi. Ammo sizlarmi PHP o'rgangandan keyin mana keyin PHP danglar, PHP demay. Hamda darsimizga o'z kelsak, sonliq ma'lumotlarning tipi birinchisi bo'lgan integer tipliq.
Buni integer tipliq, butun son tipliq, masalan 3 va yoki 4 yoki 44 yoki 54 degandek, mana shunday butun sub, hatto bu hamda manfiy son bo'lsin mayli yoki -11 degandek manfiy son bo'lsin mayli, ammo mana shunday butun son bo'lishi kerak. Buning tipi mana shunday butun son, biz belgilagan vaqtda butun sonlarni oldigan miqdor, ya'ni butun son tipliq bo'ladi. Odatda integer butun sonlarni ko'rsatadi. Endi buning ilish doirasi bor, ammo PHP'ning nashri qalab buniki qimmat ilish doirasi ichki saqlag'ichda ajratib chiqilgan xona soni bular o'xshash bo'lmaydi. Endi integerning o'zining butun son tipliq ekanligini sizlar bilib olsanglar bo'ldi. Buni integer boshqa tillar so'zlasakmi, PHP'da integer deb ataymiz, ya'ni butun son tipliqni. Endi VB kelganda VB'dimi yana integer deb atagan. Integer deblar. Endi buni C tiliga kelganda bo'lsa int tipliq deb lakanda bunda qolgan. Int tipliq deb lakanda. Bu integer deb bizning PHP'da integer deydi. Integer. Bu yana interval. Ama interval deb yana bir xil bor. Buni bundaqmi deb qo'ydi, interval deb. Bundaq deb qo'ydi. Bu ikkisi integer kelsin, mayl interval kelsin. PHP'da bu ikkisiniki tipiniki butun son tipliq ekanligini biz bilib olsak bo'ladi. Butun son tipliq ekanligini bilib olsak bo'ladi. VB olganda bir butun son tipliq VB darsda biz emas. VB darsda bir butun son tipliq o'zgarish miqdorini belgilaydigan usuli bo'lsa dim, masalan o'zgarish miqdori a, ama VB da o'zgarish miqdori a bo'lsa integer deb mundaq sifatlaydi. Integer deb. Bu VB da, endi men gapni qilganlar. VB yani Visual Basic programma tuzish tilida bo'lsa, bir o'zgarish miqdorini butun son tipliq deb ifodalashning usuli bo'lsa dim, yani belgiladik degan ma'noda a as integer deb mundaq belgilaydik. Endi biz PHP tilida biz bir tal integer tipliq, yani butun son tipliqni qanday belgilaymiz desa, masalan o'zgarish miqdor b yoki g bo'lsin. G deganimiz tam bo'ldi. O'sh deblam qimmat bergandan keyin sizniki shu g o'zgarish miqdor g deganniki sonliq ma'lumot tipiniki butun son tipliq, ya'ni integer tipiq ekanligini sistema algoritmi to'nib yetib bo'ldi degan gap. Sizning tunji qitim shu o'zgarish miqdoriga bergan qimmatingizning tipi, masalan butun son berdik hozir. Shu butun son bo'lg'achqa biz shu o'zgarish miqdori g deganlikka sonliq ma'lumot tipining butun son tipiq ekanligini bila olamiz. Tunji qitim qaysi tipliq qimmatni bergan bo'lsak, bu sistema shu o'zgarish miqdori shu tipliq deb to'naydi. Keyingi qadamlar shunga o'xshaydi. Ammo bizniki mana PHP tilda boshqa tillardagi o'xshash avval unda qimmatni, avval unda o'zgarish miqdorini ma'lum bir tipliq deb turib, unda qimmat berib ishlatmasakmi, bevosita qimmat berib ishlatsak, sistema shundoq deb to'naydi. Masalan, oldi bilan VB tilida bo'lsa, oldi bilan sonliq ma'lumot tipini belgilaymiz. Ama bizning matbda VB degan faqatlarin VB qolasa chiqargan, shoma VB ga maslashib sozildim. Esinglar bo'lsa, VB da biz bir o'zgarish miqdorini ishlatish uchun o'zgarish miqdorining birinchi bo'lib tipini belgilaymiz. O butun son tipliqmi yoki kasr son tipliqmi yoki logik tipliqmi yoki vaqt deydigan yana birisi bor. Vaqt tipliqmi deb mishda VB da avval uning sonliq ma'lumot tipini belgilaymiz. Ikkinchi olib qildig'imiz andin o'zgarish miqdoriga andin keyin qimmat bersak bo'ladi. Ikki qadam almashib qolib qolsa bo'lmaydi. Mana avval qimmat berib keyin tipini belgilab qo'ysak, VB da xatolik kelib chiqadi. Navada yani uni siz sonliq tipini ko'rsatmay turib bevos ishlatgan vaqtda yana xatolik chiqib qoldi. Endi bizning mana birinchi VB bo'lsin. Endi bizning mana shu PHP tilimizda qandaq deganda biz PHP til to'g'riliq so'zlaylik. PHP tilida bo'lsa bevosita o'zgarish miqdoriga qimmat berish orqali
o'zgaruvchi miqdorga qimmat bo'lish orqali o'zgaruvchi miqdorga qimmat bo'lish orqali o'zgaruvchi miqdorning tipini belgilaymiz. Ya'ni o'zgaruvchi miqdorga qimmat bo'lish orqali o'zgaruvchi miqdorningki tipini belgilaymiz bevosita lakunda. Ammo ishlatsak bo'ladi. Tipini belgilamasdan qimmat bo'lish orqali tipini belgilab ham qimmatni bevosita belgilasak, ham qulay bo'ldi, ishlatishga oson bo'ldi. Xatolik deb chiqmaydi bizning PHP'da. Hamda PHPning bir qulayligi shu. Saloq o'zgarish miqdorlarining tipini belgilamay bevosita qimmat berishni qo'llaydi. Qo'llaydigan shunaqdir. Shunga ishlatish oson, qulay. Ammo endi shu yerda qo'y, endi PHP VB qolgan qulay ekan, PHP kuchli tilkan deb qarab qo'ygan bo'lsanlar, bu xato. PHPning o'zi aciz til ko'rdi. Programmalashtirilishida aciz til ko'rdi. Hargizmi VB ga o'xshash yoki boshqalarga o'xshash shu PHP shunday kuchli tilkan, kuchli tillar qatori ko'rdi deb qarasanglar xato. Ya'ni PHP'miz kuchli tillar emas, aciz tillar qatori ko'rdi. PHP'da bo'lsa o'zgarish miqdorining tipini belgilamaylan bevosita qimmat bo'lish orqali tipini belgilashga bo'ladi. Biz ishlatgan vaqtidami bevosita qimmat bo'lish orqali tipini belgilaymiz. Masalan, men o'zgarish miqdorining keyini belgiladim, uning tipi butun son tipli bo'ldi. Men yana o'zgarish miqdor A ni belgilay, uni butun son tipli qilib belgilay. O'zgarish miqdor C ni belgilay, uning qimmatini G bilan A ning yig'indisidan qilay. Ya'ni o'zgarish miqdor G bilan o'zgarish miqdor A ningki qimmatiga teng bo'lsin. A ning ikkisining yig'indisining qimmatiga teng bo'lsin. Endi men o'zgarish miqdor C ning qimmatini chiqarib baqay. O'zgarish miqdor C qimmatini chiqaray. Endi buni mana ilg'tar. Biz o'tganimiz shu integer ham butun son tipli bo'ldi. Bilib olsanglar bo'ldi. Buni saqlab o'tay. Saqlayotgandan keyin bir ijro qilay. Endi bu integer yoki interval kelsa, bizningki PHP programlalash tilida putuqliq ekanligini belgilaydiganligini sizlar bilib olsanglar bo'ldi. Bo'ldi, qo'zg'aldi. 81 chiqibdi. Ya'ni 3 ga 78 ni qo'shib 81 chiqibdi. 3 ga 78 ni qo'shib 81 chiqibdi. Natija biz yig'inni topgan edik, shunday chiqdi. Ya'ni masalan men bu yerga tushirib o'zgarish miqdor equal mana ustunki qo'sh chekit oraliqida equal o'zgaruvchi miqdor yoki butun son tipliq o'zgaruvchi miqdor A bilan o'zgaruvchi miqdor butun son tipliq o'zgaruvchi miqdor G ning yig'indisi bo'lsa deb menda bir chiqib o'tay. Hamda sizlar PHP ni biz ishlatgan vaqtimizda HTML kodlari bilan birlashtirib ishlatsak bo'ladi. Hozir butun son tipliq miqdor A bilan o'zgaruvchi miqdor G ning yig'indisi bo'lsa 81 deb chiqdi. Hamda shu soat darsimizda biz o'zgaruvchi miqdor, ya'ni integer tipliq butun son tipliq integer bilan tanishtirdik. Butun son tipliq bo'lgan o'zgaruvchi miqdordan biz 3 ni belgilab chiqdik. Bu 2 o'zgaruvchi miqdor butun son tipliq o'zgaruvchi miqdorga biz qimmat berib, yana bir o'zgaruvchi miqdor butun son tipliq o'zgaruvchi miqdorga shu 2 o'zgaruvchi miqdorning yig'indisini qimmatini yo'llab berdik. Bu yig'indisini tepish
bizningki program jarayonimiz shu. Sizlarmi 2 dona shu soatlik topshiriq shu darsning o'zidanday butun son tipliq o'zgarish miqdoridan 2 ni o'zinglar belgilab, 3-chi bir o'zgarish miqdoriga 2 o'zgarish miqdoriniki yig'indisining qiymatini yo'llab berib, bet yuziga shuni chiqarib qo'yinglar. Bu soat darsimiz, ya'ni butun son tipliq ya'ni integer. Shundan bilan tanishimiz shunchalik bo'lsa, kelinlik soatda biz ikkinchi tip, ya'ni bizningki PHP'dagi 8 xil tip ishidagi ikkinchi tip bilan tanishimiz. Bu soatlik integer bilan tanishimiz mushat axlashdi. Ko'ngilingizga rahmat.